Namangan viloyati Davlatobod tumanidagi 42-sonli umumta'lim maktabida yuzaga kelayotgan holat ayrim o'qituvchilarni jiddiy tashvishga solmoqda. Ma'lum bo'lishicha, maktab rahbariyati tomonidan norasmiy pul yig'ish holati yo'lga qo'yilgani ta'kidlanmoqda. Bu esa ta'lim dargohida halollik va shaffoflik tamoyillariga putur yetkazishi mumkin. Holatni o'rganish maqsadida manzilga borgan muxbirimiz Husniddin Hamidov mavzuni davom ettiradi. Ona tili dars o'tirmabdi. Bolalar qochib ketibdi. Nima darslari? Kim o'tadi? 10 minut o'tib ketdi-yu darsga 10 minut. Davlatobod tumanidagi 42-sonli umumta'lim maktabda faoliyat olib borayotgan ayrim ustozlarning ta'kidlashicha, maktab rahbariyati tomonidan noqonuniy pul yig'imlari nafaqat ularning moddiy jihatdan noqulay ahvolga, balki jamoadagi ishonch muhitiga ham salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytishmoqda. Men ushbu maktabdagi 17 yillik faoliyatimda bunchalik darajada o'qituvchilardan pul yig'ib, undan tashqari o'qituvchilar sha'niga haligi haqoratli gaplari bunchalik darajada bo'lib ketganini umuman endi duch kelyapman-da. Mana shu maktab direktori zavch faoliyat boshlagandan keyin mana har bitta o'qituvchidan masalan ta'til paytida ishga xohlasang kel, xohlasang kelma deb turib, o'sha 300 ming, 400 mingdan pul oladi. Maktab remontiga deb turib har bitta o'quvchidan 30 mingdan 50 minggacha, o'qituvchilardan 200 mingdan 300 minggacha. Keyin har doim maktabga tekshiruvchi keldi deb turib 50 mingdan 100 minggacha har oyda shunaqa pul yig'ib boriladi. Endi bu pul yig'ishga maktab jamoasi o'qituvchilar o'rganib qolgan. Aslida o'rganib ketdi shekilli deb o'ylayman. Hozir qayerlarga murojaatlar qildingiz shu bo'yicha norozilik? Endi bu norozilik bo'yicha men Namangan viloyat xalq ta'limi bo'limiga murojaat qildim. Lekin murojaatlarimda mana javob xatlarini ko'rishingiz mumkin. Hammasida xuddi o'zimni yozmachi, yolg'onchiga chiqarib, hamma faktlar asossiz deb topilgani haqida mana javob xati beryapti. Axir maktab bu avvalo tarbiya o'chog'i. U yerda o'quvchilarga nafaqat bilim, balki adolat, poklik va qonunga hurmat kabi qadriyatlar o'rgatiladi. Muqaddam Ahmadaliyeva ham olayotgan maoshi ozligi sababli mazkur holatlardan norozi ekanligini bildirdi. Maktabda pul yig'ishlari ko'proq, ortiqcha pul yig'iladi ko'proq. Shundan menda ko'proq muammo bo'ladi, chunki maoshimizni arang yetkazamiz. Ozroqmi maoshingiz? 3 million, 3,5 million qo'limizga tegishi, u sinf rahbarlik bor. Darsimiz oz, kechgacha maktabga yurishimiz kerak, sinfimiz borligi tufayli. Tashkilotlar kelganda o'rganishini talab qilganimda maktabdagi kamerani ko'tarilmaydi dedi. Chunki maktabdagi kamera ko'tariladigan bo'lsa, bilasizmi, maktabda ichida bo'layotgan butun hamma narsa ko'tariladi, ochiq oydin. Lekin buni hech qaysi tashkilot kamerani ko'tarib berishni talab qilmadi, xohlamadi ham. Endi o'sha aytganimdek, maktabdagi kameralar o'qituvchini kamchiligini topib, albatta uni orqasidan biznes qilish uchun qo'yilgan xolos. Holatga oydinlik kiritish maqsadida biz maktab o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosaridan izoh oldik. Yo'q, oyligi normalday. Bularda ikkitasida dekabr oyigacha 50% beriladigan ustamasi bo'lgan. Ba'zi o'qituvchilarda yo'q o'sha narsa. Bularda informatikadan 50% bo'lgan. Faqat yangilab boshqa imtihon topshirib ulgurmagani uchun mana yanvar oyidan yo'qolib qoldi. 1 million oylik bo'lsa 1,5 million o'sha prezident farmoni bilan chiqqan imtiyoz bor edi. U pul yig'im degan narsani men qiziqdim. Nima ekan? Zavod sifatida men ham ma'lumotlarga javobgarman. O'sha moliya taftish boshqarmasi tomonidan yoki prokuratura tomonidan tekshiruv natijasida xodimni to'g'ridan-to'g'ri faoliyatida kamchiligini noto'g'ri ish haqi to'langan sifatida qaytarish degan narsa bor tizimimizda. Men o'tmagan darsim uchun yo darsimni talab darsi o'tmaganim uchun yo lavozim vazifa bajarmaganim uchun ish haqini noto'g'ri olgan bo'lsam qaytariladi. Direktor o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, maoshlari oz chiqayotgan pedagoglarning toifalari bo'lmaganligi sabab demoqda. Xo'p, bu holat tushunarli. Naqd pul ko'rinishidagi yig'imlar nima sababdan yig'ilmoqda? Bizga tashlab berilgan video tasvirlarda haqiqatdan pul yig'ilayotgani aks etgan. Profsoyuz tomonidan bizdan chiqmaydi u narsa. Kasb uyushma yig'ilib, o'rtoqlar, mana sinimiz turmushga chiqyapti, mana odamning onasi o'tib qopti. Kelinglar, ozgina bir yurakdan, u yerda ham bu summa belgilanmagan.
bir alohida 50 ming bermasang 49 ming kam degan tushuncha yo'q. Tegishli tashkilotlar har ikkala tarafni eshitgan holda bu kabi holatlarga oydinlik kiritishi lozim va bundan tashqari o'quvchilarning davomati ustida ham jiddiy shug'ullanish kerakligi haqida o'ylab ko'rishlari maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu kabi masalalarga befarq qaramaslik, kelajak avlod tarbiyasi uchun mas'uliyatning his qilish bugunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Husniddin Hamidov, Rustamjon Soqjonov, Ovoz informatsion dasturi uchun Namangan.